Xayrli kun, chiroylilarim. Bugun sizlarga bir kunlik yakshanba kunimni ko'rsatib bermoqchiman. Agar video qiziq bo'lsa, like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Birinchi ishimni odatda hovlidan boshlayman, chunki hozir kuz, xazongarchilik mavsumi, yerlarda xuddi shunaqangi barglar to'lib yotadi. Shu uchun vaqt kelsa hovlini bir kunda 2 yoki 3 mahal supurishga to'g'ri keladi. Qayin aytgancha, bolaligimda eng yaxshi ko'rgan faslim kuz bo'lgan. Hozir ham aslida kuz fasli qanaqaligini tushungan bo'lsam ham, eng yaxshi ko'rgan faslim kuz. Xullas, hovlilarimni tez-tez yig'ishtirib, xonalarimni tozalash uchun o'tishim kerak edi, chunki ular anchadan beri yordamimga muhtoj. Shu joyda baribir domda o'sganim bilinib qoladi-da. Chunki qizimni hamma narsasini yuvib, xonamga olib ko'rib, xuddi shunaqa qilib ustini o'rab qo'yaman. Kirtoqlash men uchun juda mayda ish, qizlar. Sizlar uchunchi? Qizlarjonlar, videoni aynan shu joyidan, tuflining korobkasidan sizlar uchun ajoyib loyiha. Xullas, go'zallarim kirlarni shunaqa qilib taxlab tashladik. Dazmollamaymiz, dazmollashga xohishi yo'q. Xohish bo'lsa ham vaqt. Chunki men oxirgi paytlar sifatga emas, tezlikka ishlayapman. Yana bir katta sabab esa qizim ayni paytda uxlayapti. Shu joyda psixologlarning bir gapi esimga tushadi. Farzandinglar dam olayotgan paytda sizlar ham ular bilan birga dam olinglar deydi. Bir tomondan gaplari to'g'ridir, lekin ikkinchi tomondan agar men ham dam olsam, buncha ishga qachon va qaysi paytda ulgayman? Go'zallarim, shu holatga o'z fikringlarni izohlarda yozib qoldiringlar.